Bugun men sizga juda muhim ogohlantirishni yetkazmoqchiman. O'ttim avgustgacha masalangizni hal qilib qo'ymasangiz, hisobingizdagi pullar avtomatik yechib olinishi, bank kartangiz bloklanishi yoki qarzdorlik bo'yicha qo'shimcha jarimalar qo'shilishi mumkin. Bu gap faqat bir guruh odamlarga emas. Bank kartasi bor, kredit olgan, soliq qarzi bo'lishi mumkin bo'lgan, aliment, jarima, kommunal to'lov yoki boshqa majburiy to'lovlar bor deyarli hamma fuqarolarga tegishli. Men bu videoda vahima qilish uchun emas, tushunarli qilib ogohlantirish uchun gapiryapman. Chunki ko'pchilik odamlar menga tegishli emas. Hali vaqt bor. O'zi yechilib ketmas deb yuradi. Keyin esa ertalab kartaga qarasa pul yo'q. Bankka borsa qarzdorlik bo'yicha ushlab qo'lingan deyishadi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Men sizga kimlar xavotir olish kerak, kimlar xavotir olmasligi mumkin, qayerdan tekshirish kerak, qanday hujjat tayyorlash kerak, pul yechilib ketmasligi uchun nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytib beraman. Avval ko'pchilik qarzdorlik masalasiga uncha jiddiy qaramas edi. Masalan, yo'l harakati jarimasi kelgan bo'lsa, keyin to'layman. Kommunal qarz chiqsa, oylik tushsa yopaman. Kredit kechiksa, bank o'zi qo'ng'iroq qiladi deb yurardi. Ba'zan oylar o'tardi, lekin odamning kartasidan darrov pul yechilmasdi. Chunki tashkilotlar o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi sekinroq edi. Qarzdorlik avval ogohlantirish, keyin sud yoki majburiy ijro tartibida undirish bosqichidan o'tardi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Raqamli tizimlar bir-biriga ulanib boryapti. Banklar, soliq organlari, majburiy ijro byurosi, jarima tizimlari, kommunal xizmatlar va boshqa idoralarda ma'lumotlar tezroq almashadi. Natijada odam qarzdorligini unutgan bo'lsa ham, tizim unutmaydi. Agar sizda tasdiqlangan qarzdorlik bo'lsa, hisoblaringizga cheklov qo'yilishi, kartadagi mablag'dan ushlab qolish, plastik kartaga tushgan pulni avtomatik yechish holatlari yuzaga kelishi mumkin. 3 avgust sanasi shuning uchun muhimki, ko'p hollarda oy oxiri, hisobot davri yoki belgilangan muddat tugashidan oldin qarzdorliklarni tartibga solish talab qilinadi. Men bu yerda bitta aniq to'lov turini emas, umumiy xavfli vaziyatni tushuntiryapman. Agar sizning nomingizda muddat o'tgan majburiyat bo'lsa, uni vaqtida tekshirmasangiz va bartaraf qilmasangiz, keyingi bosqichda pulni ushlab qolish, penya hisoblash, kartani cheklash yoki ish joyingiz orqali undirish boshlanishi mumkin. Endi eng muhim savol, kimlar birinchi navbatda xavotir olishi kerak? Men tajribamda ko'rgan holatlar bo'yicha aytaman. Eng ko'p muammo qarzdorligini bilmagan yoki e'tiborsiz qoldirgan odamlarda chiqadi. Birinchi guruh kredit yoki mikroqarz olganlar. Agar siz bankdan kredit olgan bo'lsangiz, bir oy kechiktirsangiz ham bu oddiy kechikish bo'lib qolmaydi. Avval foiz, keyin penya, keyin ogohlantirish, undan keyin undirish jarayoni boshlanishi mumkin. Masalan, fuqaro 3 million so'm kredit to'lov qilishi kerak edi, lekin 2 haftadan keyin yopaman deb kechiktirdi. 2 hafta 1 oyga, 1 oy 2 oyga cho'zildi. Natijada 3 million so'mlik to'lov ustiga penya qo'shildi. Bank hisoblar bo'yicha talab qo'ydi va kartaga tushgan 1 million 200 ming so'mning bir qismi avtomatik ushlab qolindi. Ikkinchi guruh, yo'l harakati qoidabuzarligi bo'yicha jarimasi bor haydovchilar. Ko'pchilik kamera jarimasini kech ko'radi yoki umuman tekshirmaydi. Mashina oiladagi boshqa odam nomida bo'lishi mumkin, lekin jarima egasining nomiga yoziladi. Masalan, avtomobil egasi mashinani ukasiga bergan, uka qoidabuzarlik qilgan, jarima esa egasining nomiga tushgan. Egasi men haydamaganman deb o'ylaydi, lekin tizimda qarzdorlik uning nomida turadi. Agar belgilangan muddatda to'lanmasa, jarima majburiy undirishga o'tishi mumkin. Shunda odam kartasiga pul tushganda ushlab qolinadi yoki boshqa harakatlarga cheklov paydo bo'ladi. Uchinchi guruh soliq qarzi bo'lishi mumkin bo'lganlar. Bu faqat tadbirkorlarga emas, oddiy fuqarolarga ham tegishli. Yer solig'i, mol-mulk solig'i, ijara daromadi bo'yicha soliq, yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq to'lovlar bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar eski uy yoki yer uchastkasi nomida qolganini unutadi. Masalan, odam boshqa tumanga ko'chib ketgan, lekin nomida kichik yer maydoni bor. U yillar davomida soliq xabarnomasini ko'rmagan. Bir kuni kartasiga ish haqi tushadi. Qarasa, ma'lum summa ushlab qolingan. Tekshirsa, eski mol-mulk bo'yicha qarzdorlik yig'ilib qolgan bo'ladi. 4-guruh aliment yoki sud qarorlari bo'yicha majburiy to'lov borlar. Bu eng jiddiy masalalardan biri. Agar aliment to'lov vaqtida qilinmasa, qarz yig'iladi va majburiy ijro tartibida undiriladi. Ish haqi, karta, bank hisoblari, mulk va boshqa daromad manbalari tekshirilishi mumkin. Masalan,
Odam oyga 1 million so'm aliment to'lashi kerak, lekin 5 oy to'lamagan. Qarzdorlik 1 million so'mga yetadi. Ustiga ijro xarajatlari yoki boshqa talablar qo'shilishi mumkin. Keyin kartaga 2 million so'm tushsa, uning ma'lum qismi ushlab qolinadi. Bu holatda men o'zim to'lamoqchi edim degan gap kech bo'lishi mumkin, chunki ish allaqachon ijro bosqichiga o'tgan bo'ladi. 5-guruh kommunal xizmatlar bo'yicha qarzi borlar. Elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik ta'minoti bo'yicha qarzdorliklar ham e'tiborsiz qoldirilmasligi kerak. Hamma hududda tartib bir xil ishlamasligi mumkin, lekin umumiy yo'nalish shuki, qarz tizimida ko'rinadi va vaqtida yopilmasa. Xizmat cheklanishi yoki undirish bo'yicha talab qo'yilishi mumkin. Misol uchun, oilada kvartira ota nomida, lekin to'lovlarni farzandlar qiladi. Kimdir bir necha oy suv yoki chiqindi to'lovini unutadi. Keyin qarz 600 ming so'mga chiqadi. Buni kichik summa deb o'ylashadi. Lekin ustiga penya yoki boshqa xarajat qo'shilsa, muammo kattalashadi. 6-guruh davlat xizmatlari, bojxona, sud xarajatlari, ma'muriy jarimalar yoki boshqa rasmiy to'lovlar bo'yicha qarzi borlar. Ba'zida odam bitta jarimani to'ladim deb o'ylaydi, lekin to'lov noto'g'ri rekvizitga ketgan bo'ladi yoki qarzdorlik yopilmay qoladi. Mana shu eng ko'p uchraydigan xatolardan biri. To'lov kvitansiyasi bor, odam xotirjam, lekin tizimda qarz ochiq turibdi. Keyin undirish boshlanganda odam men to'laganman deydi. Agar kvitansiyani saqlamagan bo'lsa, isbotlash qiyinlashadi. Kimlar uncha xavotir olmasligi mumkin. Agar siz barcha qarzlaringizni muntazam tekshirib yursangiz, kredit to'lovlaringizda kechikish bo'lmasa, soliq kabinetida qarzdorlik chiqmasa, jarimalaringiz yopilgan bo'lsa, aliment yoki sud qarori bo'yicha majburiyatingiz bo'lmasa, sizda xavf ancha past, lekin men baribir bir marta tekshirib qo'yishni tavsiya qilaman. Chunki tizimda xato bo'lishi, eski qarz ko'rinib qolishi yoki siz unutgan majburiyat chiqishi mumkin. Men toza odamman degan ishonch yaxshi, lekin rasmiy tekshiruv undan ham yaxshi. Endi istisnolar, yashirin jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan nuanslarni tushuntiraman. Birinchi muhim nuqta, kartadan pul yechilishi har doim ham bank o'zi xohlagani uchun oldi degani emas. Bank ko'pincha ijro hujjati, sud qarori, davlat organi talabi yoki shartnomadagi rozilik asosida harakat qiladi. Masalan, kredit shartnomasida siz to'lov kechiksa, bank boshqa hisoblaringizdan mablag' yechib olishiga rozilik bergan bo'lishingiz mumkin. Ko'pchilik shartnomani o'qimaydi, faqat imzo qo'yadi. Keyin pul ushlanganda nega so'ramadi deydi. Aslida rozilik shartnomada oldindan berilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi nuqta, hamma pul to'liq yechib olinishi shart emas. Ayrim holatlarda qonunchilikda ma'lum cheklovlar, daromad turiga qarab ushlab qolish foizlari, ijtimoiy to'lovlar bo'yicha himoya mexanizmlari bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda sizni himoya qiladi deb o'ylamaslik kerak. Agar karta oddiy karta bo'lsa va unga turli manbalardan pul tushsa, tizim u pulning qaysi qismi ijtimoiy yordam, qaysi qismi boshqa daromad ekanini har doim ham siz kutgandek ajratmasligi mumkin. Shuning uchun ijtimoiy nafaqa, bola puli, pensiya yoki boshqa himoyalangan to'lovlar bo'yicha muammo bo'lsa, darhol bankka va tegishli idoraga yozma murojaat qilish kerak. 3-nuqta, qarzni qisman to'lash muammoni to'liq yopmasligi mumkin. Masalan, sizda 20 million so'm qarz bor, siz 700 ming so'm to'ladingiz. Siz endi tinchman deb o'ylaysiz. Lekin 300 ming so'm qarz, penya yoki ijro xarajati qolgan bo'lishi mumkin. Tizimda qarzdorlik yopilmaguncha cheklov saqlanib turishi ehtimoli bor. Shuning uchun to'lovdan keyin albatta qarzdorlik holatini qayta tekshirish kerak. To'langan pul qaysi qarzga tushgani, qarz yopilgani, ijro ishi tugatilgani yoki cheklov yechilgani rasmiy tasdiqlanishi zarur. 4-nuqta, menga SMS kelmadi degan sabab ko'pincha yetarli bo'lmaydi. Ha, ogohlantirish bo'lishi kerak, lekin siz telefon raqamingizni almashtirgan bo'lishingiz, eski manzil ko'rsatilgan bo'lishi. Xabarnoma elektron kabinetga kelgan bo'lishi mumkin. Rasmiy tizimlarda sizning ma'lumotlaringiz yangilanmagan bo'lsa, xabar sizgacha yetib kelmasligi mumkin. Bu esa qarzni bekor qilmaydi. Shuning uchun telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, elektron pochta va shaxsiy kabinet ma'lumotlarini yangilab yurish juda muhim. 5-nuqta, qarz boshqa odam foydalangan narsa sababli ham sizning nomingizga tushishi mumkin. Mashina sizning nomingizda, lekin boshqa odam haydaydi. Uy sizning nomingizda, lekin qarindoshingiz yashaydi. Kredit sizning nomingizga olingan, lekin pulni boshqa odam ishlatgan. Telefon raqami yoki shartnoma sizning pasportingizga rasmiylashtirilgan, lekin boshqa odam foydalanadi.
Rasmiy nuqtai nazardan mas'ul shaxs ko'pincha hujjatda kim ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha bo'ladi. Shuning uchun men ishlatmaganman deyishning o'zi yetmaydi. Isbot, shartnoma, ishonchnoma, yozma kelishuv yoki boshqa hujjatlar kerak bo'ladi. 6-nuqta. Muddatni o'tkazib yuborish qo'shimcha xarajatga olib keladi. Masalan, 500 ming so'mlik jarima o'z vaqtida to'lansa, ayrim holatlarda chegirma bo'lishi mumkin. Kechiksa, to'liq summa, keyin undirish xarajati, keyin karta cheklovi, keyin vaqt va asab ketadi. Odam puldan tashqari bir necha kunini bank, idora portal va telefon qo'ng'iroqlariga sarflaydi. Shuning uchun men doim aytaman, kichik qarzni katta muammoga aylantirmaslik kerak. Ayniqsa 30 avgustgacha tekshirib, yopib qo'yish imkoniyati bo'lsa, keyinga qoldirish juda xato qaror. 7-nuqta. To'lov qilgandan keyin kvitansiyani albatta saqlang. Telefon orqali to'ladingizmi? Bank ilovasi orqalimi? Kassadami? Farqi yo'q. Kvitansiyani rasm qilib oling, PDF holatda saqlang. To'lov raqami, sana, summa qaysi tashkilotga ketgani ko'rinsin. Chunki keyin tizimda xato chiqsa, sizning eng kuchli dalilingiz shu bo'ladi. Men to'laganman degan gap dalil emas. Kvitansiya, bank ko'chirmasi, chek, murojaat raqami dalil bo'ladi. 8-nuqta. Ayrim qarzlar bo'yicha bo'lib to'lash yoki muddat so'rash mumkin. Hamma joyda emas, hamma qarz turida emas, lekin imkoniyat bo'lishi mumkin. Masalan, katta soliq qarzi, kredit qarzi yoki ijro ishi bo'yicha birdaniga to'lashga imkoningiz bo'lmasa, mas'ul tashkilotga yozma murojaat qilib, to'lov jadvali so'rashingiz mumkin. Muhimi, indamay yurmaslik. Tizim sizni qochyapti deb ko'rmaslik uchun siz rasmiy aloqa qiling, ariza yozing, real imkoniyatingizni ko'rsating. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, barcha qarzdorliklaringizni tekshiring. Bank ilovangizni oching, kreditlar bo'limini ko'ring, kechikkan to'lov bormi, foiz yoki penya qo'shilganmi aniqlang. Agar kredit bir nechta bankda bo'lsa, har birini alohida tekshiring. Faqat asosiy kartangizga qarab xulosa chiqarmang. Chunki qarz boshqa bankdagi kredit bo'yicha bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, davlat xizmatlari va rasmiy elektron kabinetlar orqali qarzdorliklarni tekshiring. Soliq bo'yicha shaxsiy kabinetingizga kiring, mol-mulk yer, daromad yoki tadbirkorlik bo'yicha qarz chiqaptimi ko'ring. Agar tushunarsiz summa chiqsa, darhol hududiy soliq organiga murojaat qiling. Bu nima deb og'zaki so'rash yetarli emas. Yozma yoki elektron murojaat qilsangiz, keyin javobni dalil sifatida ishlata olasiz. 3-qadam, jarimalarni tekshiring. Avtomobilingiz bo'lsa, davlat raqami va texnik pasport ma'lumotlari orqali jarimalarni tekshirib chiqing. Eski jarimalar yopilganmi? To'lov tizimda aks etganmi? Buni ko'ring. Agar jarimani to'lagan bo'lsangiz-u, tizimda hanuz qarz ko'rinsa, kvitansiya bilan murojaat qiling. To'lov qayerga ketganini aniqlash kerak bo'ladi. 4-qadam, majburiy ijro bo'yicha holatingizni tekshiring. Agar sizda aliment, sud qarori, qarz undirish, ma'muriy jarima yoki boshqa ijro hujjati bo'lishi mumkin bo'lsa, tegishli bo'limga murojaat qiling yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ma'lumot oling. Ijro ishi ochilgan bo'lsa, ijrochi bilan bog'langan qarz summasini, ushlab qolish tartibini, cheklovlar bor yo'qligini, ishni yopish uchun nima kerakligini aniqlang. 5-qadam, kommunal qarzlarni tekshiring. Elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik, uy-joy shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi bo'yicha alohida qarang. Ba'zi odamlar faqat elektr va gazni to'lab, suv yoki chiqindini unutadi. Keyin kichik qarz yig'ilib boradi. Uy sizning nomingizda bo'lsa, u yerda kim yashashidan qat'iy nazar, mas'uliyat sizga kelishi mumkin. Shuning uchun hisob raqamlarini tartibga soling. Qarindoshlar yashayotgan bo'lsa, to'lovlarni muntazam nazorat qiling. 6-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Sizga pasport yoki ID karta, stir yoki JSHR ma'lumotlari, bank kartasi yoki hisob raqami, kredit shartnomasi, to'lov kvitansiyalari, sud yoki ijro hujjatlari, avtomobil hujjatlari, mol-mulk kadastr hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Agar siz murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, hammasini oldindan tayyorlab qo'ying. Idoraga borganda bitta hujjat yetishmasa, yana qaytib kelishga to'g'ri keladi. 7-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada kimga murojaat qilayotganingizni, o'zingizning FIsh, pasport yoki ID ma'lumotlaringizni, telefon raqamingizni, muammo mazmunini, qarzdorlik summasini, to'lov qilingan bo'lsa kvitansiya raqamini, nima so'rayotganingizni aniq yozing. Masalan, mening nomimda ko'rsatilgan qarzdorlik bo'yicha ma'lumot berishingizni, agar qarzdorlik to'langan bo'lsa, tizimdan chiqarishingizni va hisobimga qo'yilgan cheklovni bekor qilishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizani hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing.
8-qadam har bir murojaat raqamini saqlang. Telefon orqali gaplashsangiz sana va kim bilan gaplashganingizni yozib qo'ying. Elektron murojaat yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. Idoraga borsangiz kirim raqami oling. Bu mayda ko'rinadi. Lekin keyin masala cho'zilsa, aynan shu ma'lumotlar sizni himoya qiladi. 9-qadam agar pul allaqachon yechilgan bo'lsa, vahima qilmang. Lekin darhol harakat qiling. Avval bankdan operatsiya tafsilotini oling. Kimning talabi asosida yechilgan? Qaysi hujjat raqami? Qaysi tashkilot, qaysi sana? Keyin o'sha tashkilotga murojaat qiling. Agar pul noto'g'ri yechilgan deb hisoblasangiz, kvitansiyalar, ko'chirmalar va dalillar bilan yozma e'tiroz kiriting. Faqat ijtimoiy tarmoqqa yozish bilan muammo hal bo'lmaydi, rasmiy murojaat bo'lishi shart. 10-qadam. Kelajak uchun nazorat tizimi yarating. Har oyning bir kunini belgilang. Masalan, oyning 25 sanasi yoki oylik tushgan kun. Shu kuni kredit, soliq, jarima, kommunal va boshqa majburiyatlarni tekshirib chiqing. Oilada avtomobil, uy, kredit yoki tadbirkorlik bir kishining nomida bo'lsa, mas'uliyatni aniq taqsimlang. Kimdir to'laydi degan tartib eng xavfli tartib. Kim to'laydi, qachon to'laydi, kvitansiya qayerda saqlanadi, bular aniq bo'lishi kerak. Yana bir muhim maslahat. Kartangizga katta summa tushishi kutilayotgan bo'lsa, masalan, oylik pensiya, shartnoma puli, savdo tushumi yoki qarindoshingiz yuborgan pul, undan oldin qarzdorliklarni tekshirib qo'ying. Chunki qarzdorlik bo'lsa, pul tushgan zahoti ushlab qolinishi mumkin. Keyin siz u pulni boshqa muhim ishga ishlatmoqchi bo'lgan bo'lsangiz ham kech bo'ladi. Ayniqsa maktab, kontrakt davolanish, ijara yoki oilaviy xarajatlar uchun pul kutayotgan odamlar buni jiddiy qabul qilishi kerak. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, alohida ehtiyot bo'ling. Tadbirkorlikda soliq, ijtimoiy to'lovlar, bank kreditlari, yetkazib beruvchilar bilan shartnomalar, kassa intizomi hisobotlar bir-biriga bog'liq. Kichik xato ham hisob raqamiga cheklov bo'lishiga olib kelishi mumkin. Hisob raqam bloklansa, siz ishchilarga oylik bera olmaysiz, tovar ola olmaysiz. Mijoz bilan hisob kitob qila olmaysiz. Shuning uchun buxgalteringizdan 30-avgustgacha barcha qarzdorliklar, hisobotlar va to'lovlar holati bo'yicha yozma ma'lumot oling. Hammasi joyida degan og'zaki gap yetarli emas, aniq ro'yxat bo'lsin. Agar siz oddiy fuqaro bo'lsangiz ham, mening biznesim yo'q, menga tegishli emas demang. Hozir oddiy odamda ham bank kartasi, kredit bo'lib to'lash, telefon shartnomasi, kommunal hisob, avtomobil, uy yoki yer bo'lishi mumkin. Har biri bo'yicha qarzdorlik chiqishi ehtimoli bor. Men ko'p ko'rgan holat, odam telefoni bo'lib to'lashga oladi, keyin bitta to'lovni o'tkazib yuboradi. Summa kichik, masalan 2,5 so'm. Lekin bir necha oy o'tgach, penya. Ogohlantirish, undirish xarajati bilan muammo kattalashadi. Oxirida karta cheklanadi va odam shuncha kichik narsa uchunmi deb hayron qoladi. Ha, kichik narsa vaqtida yopilmasa, katta muammoga aylanadi. Bugungi ogohlantirishning asosiy mazmuni shuki, 30-avgustgacha o'zingizning kredit, soliq, jarima, aliment, ijro, kommunal va boshqa majburiy to'lovlaringizni tekshiring. Agar qarz bo'lsa, imkon qadar yoping. Agar birdan to'lay olmasangiz, rasmiy murojaat qiling, bo'lib to'lash yoki muddat so'rang. Agar to'lagan bo'lsangiz, kvitansiyani saqlang va tizimda qarz yopilganini tekshiring. Eng xavfli yo'l bu indamay yurish va o'zi hal bo'lar deb kutish. Men ekspert sifatida sizga shuni aniq aytaman. Pul yechilib ketgandan keyin yugurib yurishdan ko'ra, hozir 20 daqiqa vaqt ajratib tekshirish ancha oson. Bank ilovasini oching, rasmiy kabinetlarga kiring, qarzlarni ko'ring, kerak bo'lsa murojaat qiling. Bu nafaqat pulingizni, balki vaqtingizni, asabingizni va oilaviy rejalaringizni ham himoya qiladi. Sizda shunaqa holat bo'lganmi? Kartangizdan pul yechilganmi? Qarz noto'g'ri chiqqanmi yoki vaqtida tekshirib? Muammodan qutulganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ogohlantirish hozir juda ko'pchilikka kerak bo'lishi mumkin.